U o'z qurbonlarining ichki a'zolarini, ayniqsa ayollar bachadonini mazza qilib yegan. Manyak, pedofil, kannibal Andrey Chikatilo. 1936-yilda tug'ilgan ukrainalik Chikatilo yoshligi juda ham og'ir o'tgan. Maktabida ham sinfdoshlari mazax qilib urishardi. Filologiya fakultetini tamomlagan Chikatilo maktabga ustoz bo'lib ishga kiradi. O'zini o'quvchilari bilan ularning nomusiga tegadi. Farqi yo'q, o'g'il bolami, qiz bolami. Va albatta uni maktabdan haydashadi. Ozgina vaqtdan keyin bir qiz bilan turmush quradi va ikkita farzandli bo'ladi. Chikatilo yig'gan puliga uydan ancha uzoq joydan bir uy oladi va aynan o'sha yerda o'zining jirkanch fantaziyalarini qila boshlaydi. Bir kuni Chikatilo 9 yoshli qizni o'g'irlab ketadi va uni o'sha uyga olib kirib, unga tashlanib, kiyimlarini yechib jarohat yetkazganda, o'shandan qonni ko'rib, u maza qila boshlaydi va Chikatiloning qurbonlari juda ham ko'p. Bularni hammasini aytolmayman. Lekin ular bilan nimalar qilgan